xuddiki miyanimda ochib ingliz tilida solib qo'ygandek bo'lar ekan. Ismim Shahlo, yoshim 34da. Orient Englishga bir oydan beri kelib o'qiyapman. Mana o'qishni hozir tugatdim. Juda ham mamnunman. To'g'risini aytsam, 5 yil, 6 yil oldin o'qigan edim ingliz tilida va bu yerga kelganimdan keyin bularning metodikasi menga juda ham yoqdi. Aynan Orientni metodikasi yordamida o'sha 5 yil oldingi ingliz tilini ham eslab oldik, ham yangi levelga chiqdik, speakingim oshdi. Bundan tashqari aynan meni yoshimdagi shu bilan birgalikda ishlaydiganlar uchun juda ham qulay joy ekan. Ishdan tashqarida yoki ishdan oldin kelib bemalol o'qib ketsa bo'lar ekan. Shuning uchun ham menga o'xshab ishlaydiganlarga, 30 yoshdan kattalarga, aynan o'sha konferensiyalarda, turli xil joylarda, travelda, ya'ni sayohatda kerak bo'lsa, bemalol kelib shu yerda o'qib, biliminglarni oshirishingizni tavsiya qilib qolaman. O'zim o'qituvchi bo'lganim uchun darslar metodikasi menga juda ham yoqdi. To'g'risi bunaqa metodikani hech qayerda ko'rmaganman. Hamma qatori uyga vazifalar, yangi so'zlar, dars qildingmi, uyga vazifa degan narsalar umuman yo'q ekan. Menga shu joylari juda ham yoqdi. Qanaqadir xuddiki miyanimda ochib ingliz tilida solib qo'ygandek bo'lar ekan. Shuning uchun ham bu metodika bir ajoyib qiziqarli bo'lgani uchun ham tavsiya qilib qolaman. Yana bitta plus tomoni, juda ham ko'p o'quvchi emas. Shu bilan birgalikda o'zim qatori, yoshi ham o'sha o'zimiz qatoridagi yoshlar bo'lgani uchun juda ham to'g'ri keldi.